alaykum aziz muxlislar. Sizlar bilan San'at sehri sahifasi orqali ko'rishib turganimizdan behad mamnunmiz. Bizning bugungi qahramonimiz Omadjon Rahimovdir. Omadjon Rahimov 1976-yil 10-mayda Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida tug'ilgan. 1993-yilda 23-maktabni tamomlab, 1998-yilgacha Farg'ona davlat universitetining pedagogika va madaniyat fakultetida madaniy ma'rifiy ishlar va havaskorlik ijodiyoti tashkilotchisi mutaxassisligi bo'yicha tahsil oldi. 1999-2002-yillarda Farg'ona davlat universiteti Nilufar talabalar teatri studiyasi rahbari, 2002-2004-yillarda Farg'ona shahar 2-sonli madaniyat uyi rahbari hamda 2019-2022-yillarda Farg'ona davlat universiteti san'atshunoslik fakulteti yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosari lavozimida ishlagan. Hozirda 6-sonli maxsus madaniyat markazida Navobaxsh qo'shiqchilik to'garagi rahbari vazifasida faoliyat yuritib kelmoqda. Omadjon Rahimov san'at sohasida samarali ijod qilib bir qancha yutuqlarga ham erishgan. Jumladan, Mustaqillikning 30 yilligi esdalik nishoni bilan hamda joriy yilning 9-aprelidagi Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkiloti ilmiy markazi tomonidan taqdim etilgan o'z kasbining fidoyisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Bilishimizcha, siz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Shuhrat medali sohibi Oxunjon Madaliyevning shogirdisiz. Bizga, teletomoshabinlarimizga shu haqda biroz gapirib bersangiz. Darhaqiqat, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Shuhrat medali sohibi, shovvoz xonanda Oxunjon Madaliyev shogird bo'lganmiz. 93-yil 1993-yili shu maktabni bitirib Farg'ona davlat universitetiga o'qishga kelgan paytimizda tanishganmiz. Shundan keyin ustoz shogird bo'lib, qo'shiqchilik sohasiga ham shu Oxunjon Madaliyev sabab kirib kelganmiz. Shu insonga qiziqib, qo'shiqlarini aytib, yaxshi ko'rib, joylari jannatda bo'lsin. El ardog'idagi san'atkor edi. Juda ham kamtarin, juda ham chiroyli, yaxshi inson edi. Ijod bilan shug'ullanib bir qancha yutuqlarga ham erishgansiz. Yutuqlaringiz haqida ham biroz to'xtalib o'tsangiz. Endi qo'shiqchilik sohasida nima desam, turli ko'rik tanlovlar, shunaqa bir konkurslarda ishtirok etib, yaxshi o'rinlar olganmiz. Qolaversa, mana Farg'ona davlat universitetida ishlab yurgan paytimizda ham ancha shu sohada, madaniyat sohasida, san'at sohasida ancha ilmiy ishlar, ilmiy maqolalar, shunaqa narsalar ham qilganmiz. Xalqaro respublika konferensiyalariga, jurnallarga maqolalar qilganmiz. Mana shu sohada endi ilmiy darajasida. Endi respublika miqyosida ham bo'lgan, viloyat miqyosida ham bo'lgan, qolaversa bu madaniyat sohasidagi yozgan maqolalarimiz xalqaro jurnallarda ham, xalqaro konferensiyalarda ham jurnallarida chop etilgan. Yoshlarning ichida ko'ryapmiz, mana hozir juda ham chiroyli, yaxshi ovozga ega qo'shiqchi qizlar, yigitlar bor. Avvalo bularga aytadigan so'zimiz, yosh katta bir qo'shiqchi sifatidan ulardan kattaroq. Avvalo ustoz shogirdlik an'analarini yo'lga qo'yib, shunga rioya qilib yurishsa, shu yo'lda ijod qilishsa, menimcha kam bo'lmaydi, chunki xalqimizda ham bir ibratli gap bor. Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar degan gap bor. Shuning uchun ustoz bo'lsa, ustozdan maslahatlarni olib, qanaqa qo'shiqlar aytish kerak, qanday aytish kerak, yo'l yo'riqlarni o'rganib, keyin shu sohani davom ettirsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Keling, hozir sizning ijodingizdan muxlislarimiz ham bahramand bo'lishsin. Yangi qo'shiq ijro etib beramiz. Bu qo'shiqni so'zlarini, she'rini marhum O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov qalamlariga mansub shu kishi yozishgan. Bu she'r qarangki, qizig'i 59-yilda yozilgan ekan. Mana bu yil 65 yoshga kiribdi shu. Shuni mana Ibrohim Farmonov musiqasi bilan Hamidjon Tashlanov sayqalida musiqiy sayqal qilgan. Shu qo'shiqni hozir ijro etib bersak.
dugonang. Ko'zlari sol orzusida charaqlab, uchrashuvga oshiq edi dugonang. Ko'zlari sol orzusida charaqlab, bolam choying so'p qoldi der onang. O'tirasan uyda kitob varaqlab, hali sevgi deb atalgan bastakor yuragingda qorlar chertib o'tmagan. Hali hech kim gullar tutib navbahor, seni visol bog'larida kutmagan. Hali hech kim gullar tutib navbahor, seni visol bog'larida kutmagan. G'oyibona yo'llaringga intizor, allakimning kutishini bilmaysan. Yurazangni chertib senga ilbahor, bir dasta gul tutishini bilmaysan. Yurazangni chertib senga ilbahor, bir dasta gul tutishini bilmaysan. Sen ham uni, u ham seni ko'rmagan. Qayerdadir yashar lekin dunyoda, bog'lar kezib hech gulga yuz burmagan. U sen uchun har kimdan ham ziyoda, uchrashuvga oshiq edi dugonang. Qalb orzu qilib yor oldiga chopadi. Qayerdadir seni izlar parvonang. U albatta seni izlab topadi. Qayerdadir seni izlar parvonang. U albatta seni izlab topadi. U albatta seni izlab topadi.